Assalomu alaykum aziz ustozlar. Navbatda bizga quyidagi masala berilgan ekan. Aloqa kanali orqali faqat 3 ta harfdan iborat xabarlar uzatiladi. A, B, C ko'rinishda. Ular 5 bitli kodlash orqali jo'natilar ekan. Aloqa davomida xatolar yuzaga kelishi mumkin. Agar har qanday ikkita harf kodi kamida 3 ta pozitsiyada farqlansa, ba'zi xatolarni to'g'rilash mumkin. Bunda qabul qilingan xabardagi harf kodi bilan uzatilgan harf kodining bitta pozitsiyada xatolik yuz bergan bo'lsa, xatoligini tuzatib, uni asl harf bilan almashtirish mumkin. Qabul qilingan kodni so'z asli kod so'zlaridan 2 yoki undan ortiq pozitsiyada farq qilsa, bu xatolik deb qabul qilinadi va o'rniga x harfi bilan belgilanar ekan. Ya'ni bizga misol tariqasida beryapti. Masalan, bizga kodli so'zni beryapti. Mana 3 ta 1 0 1. Bu kod solishtirib chiqyapti. Solishtirganimizda mana B harfi bilan faqat bitta pozitsiyada farq qilyapti. Shuning uchun uni B deb qabul qilinar ekan. Agar shu 2 yoki undan oshib ketadigan bo'lsa, uni x deb belgilab berar ekan mana bunday holatda. Qabul qilingan xabar mana bunday ko'rinishda berilyapti ekan. Bizdan talab qilinadigan narsa ushbu xabarni dekodlash kerak ekan va quyidagi javoblardan qaysi biri to'g'ri bo'lsa, shuni belgilashimiz kerak ekan. Demak, davom etamiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Birinchi harfni, ya'ni kodini olamiz. Birinchi hadimiz bizda 3 ta 1 0 1 edi. Va ularni har bitta o'sha o'zi shartda berilgan alifbodagi harflarni kodlar bilan solishtirib chiqamiz. Ya'ni masalan tezroq ishlash uchun biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan yana jihatlar bor. Javoblarni qarasalaring, har bitta javobda oxirgi harfimiz A harfi bo'lyapti. Bu degani biz 4-xabarni tekshirishimiz shart emas. Ya'ni 5 bitli kodni. Ya'ni bu bizni vaqtimizni yana ham tejaydi. Demak, birinchi xabarni tekshiradigan bo'lsak, demak mana bu pozitsiyada nechta qiymatlarda kodlari o'zgaryapti. Demak, mana bu yerda A harfimiz 100 01 bo'lgan bo'lsa, bu yerda 111 00 bo'lyapti. Shuning uchun bu mana bitta, ikkita va mana bu yerda ham o'zgarish bor, 3 ta o'zgarish bo'lyapti. Demak, A ga to'g'ri kelmas ekan. A ga to'g'ri kelmagandan keyin o'z-o'zidan biz nima qilamiz? Birinchi xabarimizda A harfi yo'q bo'lganligi uchun 4-javobni chiqarib tashlaymiz. Chunki bu A bilan boshlanyapti. Bizda mana 3 ta javob qolyapti, ya'ni xato qilish imkoniyatimiz kamaydi. B bilan solishtirib ko'ramiz. B da demak mana bu yerda 0, bunda 1 bo'lyapti. Mana bitta o'zgarish. Xo'p. Mana ikkita o'zgarish bo'lyapti ekan. Bu yerda 1 va bu yerda 0 bo'lyapti ekan. Demak, B ham emas ekan. Keyingisi C bilan solishtirib ko'ramiz. C bilan solishtirganimizda bitta o'zgarish, ikkita o'zgarish, demak C ham emas ekan. Uchalasi ham chiqmasa, demak o'rniga x qo'yib ketadi degan bizda masalani shartida. Shuning uchun bizda javob A, B, C lardan qaysidir biri bo'ladi. Demak, o birinchi xabarimizdagi birinchi harf x bo'lar ekan. Endi ikkinchisini tekshiramiz. Ikkinchisini tekshirganimizda demak mana qo'yib oldim har bittasini. Qaysi pozitsiyada o'zgarish bo'layotgan bo'lsa ko'ramiz. Bu yerda va bu yerda. Demak, ikkinchi javobimiz ham A emas ekan. Ikkinchi harfimiz. Buni ham tekshiramiz. 1 2 3. Demak, B ham emas ekan. Undan keyingisi bitta o'zgarish bor ekan. Demak, bu C harfi ekan. C harfi bo'lgandan keyin bu ikkinchi harfimiz o'z-o'zidan
A javobimiz ham chiqib ketadi, chunki A javobimizda x turibdi. Bizda B va C javoblar qolyapti. O'z-o'zida mana xato qilish imkoniyatimiz kamaydi. Demak, 50-50 bo'lib qoldi. Va 3-chi xabarni tekshirib ko'ramiz. 3-chi xabarni tekshiramiz. Demak, A harfida bitta, ikkita o'zgarish bor. B harfimizda bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta o'zgarish bor ekan. Demak, 3-chi harfimiz B bo'lmagandan keyin o'z-o'zidan nima bo'ladi? B javobimiz to'g'ri bo'ladi, ya'ni C chiqish kerak. Tekshirib ko'ramiz. Demak, faqat mana bu yerda mana bitta pozitsiyada o'zgarish bor. Demak, javobimiz mana bu B javob bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, podpiskani unutmanglar.